Minecraft. Bu o'yinni hammangiz o'ynab ko'rgansiz. Kimdir 5 yil, hatto 10 yildan beri Minecraft o'ynab yurganlar ham bor. Va siz xohlaganingizcha mirlar ochib, survivallar qilib, hatto kreativda xohlaganingizcha narsalar ham qurishingiz mumkin. Bir o'zingiz o'ynagansiz, hatto 5-6 ta do'stingizni jamlab birga survival ham qilib ko'rgansiz bolalar. Lekin bolalar baribir bu o'yindan zerikishingiz mumkin. Chunki odam bir narsani qilaverib, baribir undan zerikib qoladi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan mana o'sha yana Lord Mine. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda o'sha previewda ko'rganingizdek bolalar, top 5 ta Minecraft uchun eng zo'r modlarni obzor qilamiz bolalar. Albatta bu modlar Bedrock versiya uchun. Oddiy Minecraft o'ynab albatta zerikasiz bolalar. Men sizlar uchun shuning uchun Fabchi chotki 5 ta mod topib qo'yganman. Albatta bu modlarni Minecraft miringizga qo'shsangiz umuman zerikmaysiz. Bir o'zingiz o'ynasangiz ham. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish Fabchi esdan chiqmasin. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring bolalar. Bu modlar albatta mening Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim silkasi bo'lsa kommentariyada. Bu videoda top 5 ta mod va oxirgi mod albatta sizlarni qoyil qoldiradi bolalar. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Sizdan like va obuna, mendan esa Babchezor Bedrock uchun modlar. Mana biz birinchi modimizni ham obzor qilishga kirib oldik bolalar. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Birinchi modimizda bolalar o'sha hamma qidirgan Space modi, ya'ni Bedrock uchun raketa modi bolalar. Danina bunaqa sali hech qayerda bo'lmagan, astral bo'lganda. Mayli bo'lsa bola obzorni boshladik. Bu yerda hozir raketalarmi, bilmadim nimadirlar bor ekan. Shu tarifni olib sinab ko'ramiz bolalar. Okey, men bu qana qo'yishim bo'lmayotgan buni ham. Okey, bular raketa emas. Okey bolalar. Bilmadim bolalar, bu modni endi sinab ko'ryapman. Mana bu yerda kitob bor ekan, kitobni ko'ramiz hozir qani. Ochil. Okey. Bu yerda o'qib chiqquncha raketa bormi? Raketa mana sistem. Power system what the fuck? Okey bolalar, o'zimiz tushunishga harakat qilamiz. Ili buni bola survival desizlar ham bo'lar ekan, shunisi zo'r ekan. Simlar, bu yerda ham nimadirlar bor ekan bolalar. Okey, hozir men burada olsam, mana nimadir yasab ko'ramizmi? Bilmadim. Ben bilmem. Bu solar panel bor ekan bu yerda yaxshi. Mana bu to'p yo'q. Wind turbine. What the? Okey, mana bu nima bu? Bu demek verstakda. Mana tushsam bo'ladi pastga. No da jallod bu verstak demek. Va xuya da nima mana bolalar survival desizlar ham bo'lar ekan. Bu yerda nimadirlar, yana shunaqalar qo'yib normalni buni o'chirib qo'yamiz. Mana buni qo'y. What the Hey, nima bu? Bilmadim bolalar, bu nimadir qisib kelaman. Ko'rchi nimadir qanaqa narsa bilmadim. Olib turamiz, buni hozircha bizga kerak emas. Ili bizda mana havo nimadir qiladigan narsami da bolalar. Babchi o'tki mod ekan, o'zimga babchi yo'qdi. Buni hozir qo'ydik. Ili mana bu narsa nima bu? The fuck is this? Bolalar bu ham nimadir yasaydigan narsa bilmadim bolalar. Bu mod yalaver, umuman tushunmayman. What the hayotimda ko'rmagan narsa qo'shib boribdi bunga bolalar. Power nimadirlar bunda ham. Babchi shun bo'lmayapti bolalar bu narsalarga.
mayli bo'lmasam bola hozir raketani qanday qilib qo'ysak bo'ladi? Bu yerda raketa bormi? Yo'q bu yerda. Raketadan chiqmasa kerak endi. Bilmadim raketa qayerda bor deydi bolalar. Mana nima? Space mate. What the Yo bolam yoru. Wow, Artık çok genelde değil mi bu? Bunu su tane bir şey var ama ya ben onu bak bilmedim. Normal bola endi yana nimalar bor bizda bola. Bu qiyin modaga yurish bola o'zingiz tushunib olasiz. Men bu yerda kiyimlar ham bor ekan. What the fuck bola? Men pastda havoni ko'rsatib turar ekan 99%. Hozir yerdamiz, havo kerak endi bunaqa. Demek menimcha men bu Nega sapirda bola buni tagiga nima qo'yardi? O'sha nima edi? O'sha topish kerak. Topolmayman. Qaydan raketa yasayman? Mayli bola bo'lsa bu mod obzorimiz tugadi. Endi keyingi modga o'tamiz. Bu modni o'zingizlar Telegram kanalimdan yuklab olib o'ynab ko'rishingiz mumkin. Men вообще tushunmadim bu modga. Короче, mayli xayr. Mana do'stlar, biz o'zimizani keyingi modimizga ham o'tib oldik. Endi buni ham obzor qilishga qani olg'a bola. Bu qanaqa mod desanglar, bu har xil mexanizmlar modi bo'lar. Uy. Mexanizm ko'p, bolam ham ko'rib turibsizlarmi? O'ta вообще ko'pligidan bo'ladi. Sapir Pedro versiyasi bu yo'q. Mana bu versiya ham bor ekan. Kitob bizga yaxshi kerakmiz, biz kitob o'rganamiz. Men bu oddiy versiya ekan. Bizni aldashdi bola, oddiy versiya ekan. Okey, men bu nima bu? Bunaqa belgilari nima bor? Uy. Shapkacha bor ekan. Mayli. Chalg'imiz bola mexanizmni obzor qilishimiz kerak. Hozir men bu ne bu? Bu mana yozib tur ekan. Qayerga olyapti bu? Keyin narsa o'zi uchib kelar ekan, bolam teleport olar ekan. Normal zo'r narsa ekan. Shuncha toshlar qo'ydim shu bola. Yaqinda bola sapir video ham olmoqchiman. Mana bu yerda jet paklar ham bor ekan. Batareyasi yo'q deyapti. Buni qanaqa quvvatlasa bo'ladi? Okey, mana bu yerda qanaqa lava pump, oil nimadir? Solar panellar qanaqadir bo'lib, qanaqasiga buncha narsa qo'shib berish mumkin Minecraftga? Bu yerda hech narsa yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Okey, mana bu yerda What the fuck bola? Temir adam bo'lib qoldimi? Mana nima qiladi? Buni suvni oldiga qo'ysam bo'ladi.
Da qo'y joyga. Ne qo'yilmayapti? Ay. Ana. Buni ham o'zir qilib aylantirish mumkin bo'ladi. Okey. Bu chiroyli qayerdan? Minecraftda. Ya, nima bo'lo? Oya, bola nima bu? Nima bo'lyapti o'z bu yerda? Yo'q, bilmadim bola, qana g'alati modlar. Lekin bunaqa modlar topish yo'q, qiyin narsa bola. Ya, nima nima? Ayya, kerak emas narsa, g'alati. Burada bu solar panel borlar, mana bu tok o'tkazsak bo'lar ekan. O'zi tok to'lyapti, 58%, 77%, bunda 100% yaxshi. Ili bizga sim bormi bunda? Sim qaramanmi? Power cable'da. No, qaysidir mexanizmga auto fisher, auto farm, block breaker, animal spawner, nether spawner, mod spawner, auto trap chopper, mod spawner qo'ydik. Ana bu qachon aslan bo'ladi? Quvvat olish kerak ekan bola. 2000 watt, what the heck? Okey bola, bu modni obzor qildik. Bu mod ajjot ekan, Sapphire Bedrock versiyasi. Endi keyingi modga o'tamiz. Va mana biz o'zimizning keyingi modimizga ham o'tib oldik. Qani bo'lmasa modni obzorini boshlaymiz bola. Bu mod bizga har xil faktoriyalar qo'shib beradi. Diamond Factory, Emerald, Enchantment, End Factory, Generator ku. Nima bo'ladi? Jelyot. Okey, yana nimalar qo'shilgan bizga? Yapa. Birinchi bulasini ko'ramiz. Bular hech narsa bilgan bo'ldi. Bular shunchaki faktoriyalar yasaydigan narsa ekan. Hozir bizda manbalar faktoriyalar bo'lishi kerak haqiqiyda. Netherite Factory, Potion Factory, Gold, Fruit, Arrow, what? Bone, Köz, Redstone Factory hatta. Nether Factory nima bo'ladi? Hey. Hozir energiya kerak bo'ladi. Bilmadim, bolamiz qo'yib ko'ramiz. Limiti ham bor ekan bu. Ya baba olib ishlatib ko'ramiz bularni. Qanday qilib ishlatish mumkin? Fin turbina bor ekan, endi bularni o'tkazgani ko'p. Jallod nima meni?
qanday mana energiyadan olib bo'ladi. Qani mana nima chiqardi bu? Biz nima beradi? Bilmadim mana men qanaqa vaqt kutish kerakmi? Okey, bular bo'yicha bolalar bizga keyingilarni obzor qilib turamiz va bu yerda modullar, coin fragment. Bu ham narsa. Info book, getting started. Limit me hozir bo'ldi-da. Buni kitobidan vodiy o'qishdi bolalar, shuning uchun factory coin. Factorylar sotib olamiz ekan bolalar. Shunaqa kiyimlar qo'shilmagan, bu yerda hech narsa yo'q. Okey, mana qachon chiqaradi endi? Men ozgina qoldi. Okey, bittagina oltin chiqardi bu-chi. Bu baliq tutib bergan deymi? Yaxshi. Bu yerda bo'lsa necha bo'lish kerak? Yo'q, necha vaqt olib chiqarib bo'ladi. Mayli bo'lsa bola, keyingi mod obzorga o'tamiz. Buni o'zingizlar ko'rdinglar, ili yana o'zingizlar Telegramdan skachat qilib olib, o'zingizlar sinab ko'rishingiz mumkin. Va bola, biz yana bitta keyingi oxirgi modimizga ham o'tib, qani bo'lsa obzorni boshlaymiz bolalar. Bu modlar obzor qilar bilan zerikmay ketdim bolalar. Mana bu kitobim kerak emas, ili mana bu Valla bu ham anaqa ferma modi, farm modi, ya'ni har xil generator. Okey, bu nima qiladi? Qachon endi bu daraxt chiqadi? Nima qilish kerak buni oldiga daraxt ko'ring. Bu o'zi chiqarar ekan, faqat sekin ekan. Bunday narsalarni ko'rsatsa bo'ladi. Mana ikki. Yo'q. Okey, bo'lsa mana qo'yamiz. Bu ham kavlashni boshlavardi bolalar. Normal. Bu nima? Okey. Bularni qanaqa kuchaytirishdan bo'ladi? Upgrade. Upgrade tamam. Da nu nima bu clash mi bola? What the heck? Bola upgrade ham qo'yar ekan bu. Hozir menga quvvat kerak ekan, boy, quvvat qayerdan topsam?
Ama upgrade qilib bo'ladi. Bu ko'mir chiqaryapti bu. Mo'sari otlagan yo'q. Balig'i bor. Zombie slime smile короче bor. Ilib berdi. Modullar va yana nimadirlar. Mayli bola, bu modimiz ham zo'ra tugadi. Shu yerda o'zini hozir aytadi. Bu modam vaqti jotki mod ekan. O'zim faqat shu jotki modlar topaman. Mayli bola, kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qolish va hech narsa chiqmasin bolalar. Va Telegram kanalimga hamma modlarni tashlab qo'yaman. Mayli, hamma har keyingi videolarda ko'rishguncha.